rasvet qilib mana bemalol gap yo'q. Hozir mana bu Damasgo. Aka qaysi qanaqa mashinalargacha buni ulasa bo'ladi? O'zbekistonda hamma mashinaga ulasa bo'ladi. Ulasa bo'ladi. Tikodan tutib to bu yog'i Captiva'mi, Malibu'mi hamma mashinaga ulasa hamma bo'laveradi, ha? Parkoblarni ham ko'rsatib o'tamiz. O'zbekistonda hamma mashinaga parkob bor. Hozir tamom ulandi, to'g'rimi Timur aka? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun sizlarga zo'r video, foydali videorolik tayyorladik. Bugun sizlarga mana shunday asosiy pritseplar narx-navolarni yoritib beramiz. Turlari juda ham ko'p ekan. Bu pritseplarni sizlar boshlang'ich to'lovsiz ham xarid qilsalaringiz bo'ladi. Pullaringiz bo'lmasa, telefon qilasizlar ekrandagi nomerlarga. Boshlang'ich to'lovsiz bemalol xarid qilsalaringiz bo'ladi yoki naqd ko'rinishida. Bizlar hozir Buxoroga keldik. Mana Buxoroga kelib Timur akani polni mana sexlariga kelgan bizlar. Polni hammasi haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Qanaqa materiallardan ishlanadi, qanaqaliklari bor, bularning qo'sh balonliklari ham bor. 1,5 tonna, 3 tonna, 3,5 tonnagacha yuklarni ko'tarar ekan. Ayniqsa chetga qatnaydigan akalarimiz uchun juda ham zo'r avzor, to'liq avzor bo'ladi. Baho berasiz, albatta layklarni ham degan umiddaman. Sizlarga yaxshi gap tilagan holda bizlar videomiz boshladik. Pritsep olaman degan akalarimiz yaxshiga o'rnashib olinglar. Juda ham zo'r video bo'lgan, baho berasizlar. Boshladik. Aziz do'stlar, sizlarga yaxshi gap tilagan holda bizlar videomiz boshladik. Pritsep olaman degan akalarimiz uchun videoning bombasi bo'ladi. Mana bu yerda Timur akaning o'zlari. Assalomu alaykum. Timur aka, yaxshimisiz aka? Rahmat aka, o'zingiz tinchmi? Rahmat. Kelayotgan bayram bilan hammani tabriklaymiz. Mana aziz yurtdoshlar, pritseplarimizni qulay narxlarda obzorlarni qilib ko'rsatib o'tamiz. Gap yo'q. Aziz do'stlar, qaranglar, sizlarning pullaringiz kamroq bo'lsa agar mana naqdga ola olmaydigan akalarimiz uchun kredit orqali boshlang'ich to'lovsiz olib ketsa bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, Timur aka buni qanday 12 ta viloyat bo'yicha beramizmi aka? Qanday bo'lyapti? 12 viloyatga dastavkasi ham bor, krediti ham 12 viloyatga bemalol bor aka. Gap yo'q aka. Xo'p, aka qarang. Ko'ryapman, turlari juda ham ko'p ekan. Necha xil nimasi pritseplar bor aka? Qanaqa turlari bor? 10 xil variantda. 10 xil variant bor, ha? Bor. Har bittasini birma-bir obzorlarni qilib o'tamiz, baho berasizlar. Xo'p, birinchi bo'lsa mana shundan boshlaylik. Xo'p. Timur aka, xo'p, aka buni bizga ma'lumotini endi berib o'tasiz. Qanaqa materialdan ishlanadi bu aka? Birinchi razmeriga to'xtaladigan bo'lsak, 2 ga 1.30 bo'ladi buning razmeri. 2 ga 1.30, ha? 40 sm borti, 70 sm reshotkasi. Ramalar shu yerlardan. Ramalar ko'rsatib o'rasiz. Ramalar shu yerlar. Ramalar ishveringlar. Bu necha tonnagacha yukni ko'taradi aka? 1,5 tonnagacha bemalol yukni oladi bu. 1,5 tonnagacha. 15 lik lasetti balonlar. 15 lik lasetti balonlarda ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, bu nechiga nechi? Timur aka? 2 ga 1.30 mana razmeri. 2 ga 1.30 razmeri, to'g'rimi aka? Bortdan poldan tepasigacha 1.10, bort 40 sm, reshotka 70 sm. LED chiroqlar bilan ta'minlangan. Buni qarang, Timur aka, o'zi mana hozir siz polni tayyorlaganda siz o'sha mashinaga o'rnatsa, o'sha polni faralari hammasi ishlaydi, to'g'rimi aka? To'plarni ham montaj qilib, parkoblarni ham o'rnatib beramiz. Gap yo'q. Xo'p, aka garantiya beramizmi? Beramiz. Garantiya ham bor, to'g'rimi aka? Ha. Xo'p, aka endi buni qarang, hozir masalan bu yerda ko'ryapman, polni mana usti ochiqlar ekanda. Endi men ko'pincha har xillarini ko'rganman, usti yopiqlari bo'lar ekan, tentovkaliklari. Bularni ham zakazga qilib beraverasiz, to'g'rimi aka? Qilib beraveramiz. Tentlik har xillardan bo'ladi. Furgonligi. Mana bu yerda ko'rib turadiganingiz mana har xil ranglarda, bu rangidan ham farq qilmaydi, aka. Xohlagan rangda qilib beraverasiz. Rangini qilib beraveramiz, puliga farq qilmaydi. Gap yo'q aka. Xo'p, aka qarang. Endi bularni masalan BC kategoridami haydasa bo'ladimi? Qanday aka? 750 kilogacha BC bilan B bilan ham haydasa bo'laveradi. Qanaqa kategoriya so'ralmaydi. Tushunarli. Xo'p, aka buni bir mashinaga bir ulatib bir ko'rsak bo'ladimi? Bemalol. Hozir bitta nimalarni ko'rsatib o'tsak, birkasi, rama nomerlari, tartiblari bilan. Mana. Bu birkasi, to'g'rimi aka? Yo'q, bu rama nomeri bu. Mana birkasi. Bu birka. Ha. Mana bu birkasi. Xo'p, aka qarang, o'zi birkani, rama nomerini bizga ko'rsatyapsiz-da. Dokument tomonlama qanday bu? Aka hech qanaqa muammo bo'lmaydimi? Yo'q, shu spravka beramiz, bemalol o'zlarining joyidan kim qaysi viloyatdan bo'lsa, bemalol nomer olaveradilar. 10 kun ichida bemalol borib nomer olaveradilar. Gap yo'q. Xo'p, bundan ham katta razmerlar bor. Bor. Mana shu polni mashinadan ko'tarilib nimaga ulanadi? Mashinaga, to'g'rimi aka? Shunday. Xo'p, hali bu jarayonni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz hozir, ulanish jarayonlarini ham. Xo'p, dalshi ketamiz. Bu yerda aka bu razmer bir xilmi faqat Timur aka? Razmer bir xil, ha, rangi boshqa. Rangi faqat boshqa, to'g'rimi aka? Bular arzuslar mana ko'rib turibsizki, bittalik balonda, ikkitalik balonliklari ham bor, ha? Timur aka? Bor, 2 mosliklari ham bor, 1 mosliklari ham bor. Mana bu kattaroq ekan, sal. Shunday, bu 1.30 ga 2.30 razmer. 1.30 ga 2.30 razmerda, ha? Shunday. Xo'p, qarang, hozir 12 ta viloyat bo'yicha deyapsiz-ku bizlar. 12 ta viloyat bo'yicha bemalol telefon qilishsa, boshlang'ich to'lovsiz ham olib ketsa bo'ladi, to'g'rimi aka?
bemalol oldindan to'lovi yo'q. Kreditga qilib beraveramiz. Kreditga bo'ladi, to'g'rimi aka? Dastavkasi ham bor. Batafsil ma'lumot uchun mana past telefon nomerlarini yozib qo'yganman. Timur aka nomerlari bemalol murojaat qilaveringlar o'zlariga. Nasib bo'lsa qulay narxlarda qilib beradilar, narx-navolarni. Mana bu yerda o'zi yana avsal har xil ranglardan ham bor. Xo'p, Timur aka, narx-navolar qanday bo'lyapti aka? Narxiga keladigan bo'lsak, mana shuni 9 million deyapmiz. Bu 9 million. 9 million aka. Rushotkasi bilan 9 million. Rushotkasi ham olib qo'yilib 40 sm bortiga bo'ladigan bo'lsa 8 million qilib beramiz. 8 million. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Ro'za Ramazon oyida parkoblarimizni bonus qilganmiz. To'qlarni montaj qilib, parkoblarni o'rnatib berish shuni ichida bonus qilganmiz. Ro'za Ramazon oyi uchun o'shani bonus qilib, to'qlarni montaj qilib, bemalol boshqa viloyatlardan kelib bir kun, yarim kun ishga zakaz berib ustida o'tirib taxlataman deydiganlar ham bemalol yotoq joyi, bechara hamma narsasi bor. Bemalol kelishaveradilar. Zo'r aka. Xo'p, mana shu uchovini pastki narxi bir bo'lyapti. Razmeri bir xil aka. Bir xil. To'g'rimi? Bularning razmeri bir xil. Bir xil shunday. Xo'p, qaranglar, assortiment juda ham ko'p. Mana narx-navolar ham birgalikda polnoz sizlarga yoritib beramiz Timur aka bilan birgalikda. Bemalol kelaverasizlar. Bizlar o'zi Buxoroda azizlar. Xo'p, Timur aka, mana bu usti ochiq ham bor ekanda aka, qarang. Bor. Bular qanday bo'lyapti? Bular qanaqa materialdan ishlanadi? Bular haqida ham qisqacha bizga ma'lumot berib o'tsangiz aka. Bularni ham Ramas shuylardan 15 lik Lasetti balonlar. 15 lik Lasetti balon. Risollari 52 dan risollari, baquvvat risollardan qilib yasalgan. 1,5 tonnaga bemalol ko'taradi. O'sha bu kattaroq yukni ko'tarar ekanda aka. Usti ochiq deysizlar, mana qaranglar. Bu kattaroq 1,5 tonnagacha yukni ko'tarib beradi. Bemalol. Qarang Timur aka, men ba'zi birovlarda ko'rganman, mana shunday nimalarni. Balonni ichkarida bo'ladi, mana bunisi bo'lmaydi-da. Mana shular nimadan farq qilinadi aka? Unisi kattaroq razmer 2 metrliklar bo'lsa, ichkariga qo'yib beramiz. Bu razmerlar 1,5, 1,70, 1,80 gacha balon tashqarida bo'ladi. Kattaygani hisobiga balon xalaqit berib mashinadan chiqib qolmasligi uchun ichkariga qo'yiladi. Ichkariga qo'yiladi. Farqi o'shanda. Yuk ko'tarishi yo'q, tuzilishi faqat o'shanday bo'ladi. Razmer katalgani hisobiga balonni ichkariga olamiz. Gap yo'q. Bularni 9300 qilib beramiz. Parkoblari shu aytganimizdek bonus ichida. 9300 ming so'm. Qarang aka, bu dastavka xizmatlari bo'lsa-da, uni kelishgan holda bo'ladi. Kelishgan holda bo'ladi, to'g'rimi? Viloyatiga qarab kelishgan holda qilib beraveramiz. Xo'p, mana bu yerda yana usti ochiqlari bor, ko'rib turayotganlaringizdek aziz do'stlar. Bularning razmeri necha aka? Bu ham 1,40 2,40 rishotkasi holat bu. Bularni 8,5 dan chiqarib beramiz. 8,5. O'sha parkoblar ichida razmeriga qarab narxini tushib chiqaverar ekan, to'g'rimi aka? 500 ming, 300 ming farq qiladi. Razmer material ketgan materialga qarab parkoblar hammasi ichida bonus qilib to'plarni montaj qilib beramiz. Keladilar, mashinalarni olib keladilar, tayyor qilib ketaveradilar. 10 kun ichida. Mana bortlarni ham ochib ko'rsatamiz desangiz, bortlarni ochamiz. Mana bemalol yuk yuklaganda qulayli bo'ladigan qilib. Qo'lni buni ochib yopib nima qilsa bo'ladi. Mana bu rishotkalar ham olib qo'yiladiganlar ham bor. Bemalol olib hammasida syomniy qilingan. Boltga kelib bitta ko'rsatib o'tamiz desangiz, kimdir rishotkadan foydalanmayman, ikkisini ham olib qo'ysa bo'ladimi? Hujjatiga ham universal qilib beramiz. Buni olib qo'ysa bo'lar ekan-da. Hammasi syomniy bo'lgan. Zo'r ekan. Kerak bo'lmasa, boshqa qulay ekan-da. Olib qo'yib, ishlataveradi. Xohlovchilar uchun mana shunaqa rishotkali. Birdan olsalaringizga, xohlagan payt buni qo'yasizlar, xohlagan payt olib tashlasangiz bo'lar ekan. To'g'rimi aka? Hujjatida universal qilib beramiz. Bortlik, tarqazlik qilib. Shu boshiga ulab bir ko'rsatib yuborsak bo'ladimi aka? Qanday ulanadi? Endi ko'pchilikka qiziq bu. Qaysi birini olsak bo'ladi? Timur aka. O'rtaroqdan bittasini olib ko'rsatamiz. Xo'p, hozir mashinaga ulaymiz. Mashinaga to ulanadigan zapchaslarigacha bor ekan. Timur akada polni. Hozir bittasini ulab sizlarga ko'rsatamiz, qanday ulanadi, qanday yechiladi. Bemalol akaga murojaat qilaverasizlar, do'stlar. Dastavka desalaringizga qaysi holatdan bo'lishidan qat'iy nazar dastavkalar bilan qilib beradilar Timur aka. U kelishilgan holda bo'ladi. Xo'p, hozir birontasini ulab sizlarga endi ko'rsatamiz. Mana. Oqini ulab ko'rsatamiz shuni hozir. Mana shu oqini mashinaga passivet qilib mana bemalol gap yo'q. Hozir mana bu Damazgo. Aka, qaysi qanaqa mashinalargacha buni ulasa bo'ladi? O'zbekistonda hamma mashinaga ulasa bo'ladi. Ulasa bo'ladi. Tikodan tutib to bu yog'i Captiva'mi, Malibu'mi hamma mashinaga ulasa, hamma bo'laveradi. Parkoblarni ham ko'rsatib o'tamiz. O'zbekistonda hamma mashinaga parkob bor. Hozir tamom ulandi, to'g'rimi Timur aka? Уже mana tamom. Tok montaj bo'lmadi, bu yoq ulandi bemalol. Mana bitta faqat tokini montajini shunday ulab olsangiz, ham o'sha tok nimalari ham yonadi. Yechishda ham shunday nima qilib yechiladi, menimcha mana. Mana. Juda ham nimasi oson, azizlar, yechilib, taqilishi mana oson. Ko'rdilaringiz.
Xo'p, to даже mana shu zapchastlargacha bor ekan, o'zi bularni ham yoritib beramiz sizlarga. Xo'p, dальше ketdik yana. Xo'p, Timur aka yana qanaqalari bor aka? Yana 1,5 ga 2,5 razmerlarimiz bor. 1,5 ga 2, endi ular kattaroq ekanda Ha, aka. mana 1,5 ga 2,5 razmerimiz. Bu 9 millionlar chiqadi. 9 million. Ha, parkob ichida 40 santi bortigacha 9 milliondan ulab beramiz bemalol. Gap yo'q. Xo'p, bu yoqda hali yana qush balonliklari ham bor ekan, aziz do'stlar, mana. Bor mana. Sizlarga ko'rsatamiz. Bu yoqda yakka balonliklar. Xo'p. Mana bu rishotkali xili 1,5 ga 2,5 rishotkaligi. Buni 9,5 qilib beramiz. 9,5 million. Rishotkasi bilan parkoblar ichida 9,5 qilib beramiz. Ha. Gap yo'q. Bemalol ko'rsatib o'taverasiz. Ramalar hammasi shuyler. Buni aytib o'tdik a? Ha. Bu razmerda aka. Bularni aytdik. Mana o'zi 2 qush mosliklarga balonlikka kelik. kelyapmiz. 2 moslikka. Ha, 2 mos. Bu necha tonnagacha ko'taradi? 3 tonnagacha oladi bu. Vashta zo'r ekan. 3 tonnagacha oladi. 1,5 ga 2,5lik 2 mosligimiz bu. Bitta yaqinroq ko'rsasiz operator. Bemalol balonlari-yu, risollarini. Qush balonlikda ekan, qush hammasi ikkitalikda bunda, to'g'rimi? Timur aka? Hamma ramalari ham duvoynoy bo'lib ishlangan. Hamma narsasi. Mana shuni ham boshlanish olib ketsa bo'ladi, to'g'rimi bemalol aka? olib ketsa bo'ladi. Xo'p, 3 tentlik tonnagacha variantda ham 3 tonnagacha bemalol yuk oladi. tentlik variant bo'lsa-da, uni qanday bo'ladi narxidan ular? Narxi bunday tentlik bo'ladigan bo'lsa, buni o'zi shunday rushotkalik holatiga 13,5 ga parkoblar bilan ulab beramiz. Mana shu turishi. Ha. 13,5 million. Ha, 15 millionga tentlari bilan tayyor qilib beramiz. Tenti bilan, to'g'rimi? Bemalol, ha. Ustlari polni yopiladi, Yopiladi, to'g'rimi, Timur aka? tentopka bo'ladi. 15 millionga tentlari bilan qilib beramiz. Mana bu razmerimiz ham 2 mos. Bu 1,60 ga 2,60. Bu qanchagacha yuk ko'taradi aka? Bu ham 3 tonna oladi 3 bemalol. tonna bemalol oladi. Kimga endi gabarit yuk yuklash uchun 10 santi eniga, 10 santi bo'yiga uzunligi narxi shu. 15 million tenti bilan chiqadi, 13,5 rishotka bilan. Buni baland ham qilib beramiz. Baland ham qilib bersa bo'ladi. 1,5 metrgacha qilib beramiz. Qo'ldan 1,5 metrgacha qilib beramiz. Xohlasangiz baland, mana bu yerda bor ekan, mana bu baland. 3 metrga 1,5. Buni ham narxi o'zgarmaydi. O'sha kimgadir gabarit yuk yuklash uchun qo'limizdan kelganicha sal kattaroq razmerdan o'sha narxda qo'yibmiz. Buni ham bemalol o'sha 15 millionga tentlari bilan 13,5 ga rishotka holatida beramiz. Bortga keladigan bo'lsak, bortini 12 million qilib beramiz. 12 million. 12 millionga bortini qilib beramiz. Tushunarli. Endi mana buni siz faqat bortligini xohlasalaringiz 12,5 million ekan, to'g'rimi aka? Ha, shunday. Mana buni zakazga taxlangan. Bu Rossiyaga taxlandi. Buni taglarini ham ko'rsatib o'tasiz. Buroviy turbo bo'lgan, balandligi ham 1,70 bo'lgan buni balandligi. Ha, tentopka bo'ladi. Hozir tentini endi tikish jarayonida bo'lib turibdi. Mana bu tent taqadiganlargacha qo'yilgan hamma narsasi Rossiyaga. Ha, largozga Rossiya. Yomon katta ekan bu 3,5 tonnagacha bemalol. Taglarini ko'rsatib o'tadilar. Taglari buroviy turbodan bo'lgan, nimalarni moslarini tushunadiganlar bor. Bu yerda moslari, Buroviy turbodan bo'lgan. ko'rsatib yuborasiz. Qush balonligi. Endi Rossiyaga qatnaydigan akalarga zo'r ekanda bu, Rossiyaga zakaz berib ketganlar. Bayramdan keyin olib ketamiz degan, Rossiyaga ketadigan. Xo'p, o'zi zakaz berishni necha kunlarda endi nima bo'lyapti? Zakaz bo'lyapti aka. Ish jarayoniga qarab haftadan 10 kungacha. Bir haftadan 10 kungacha tayyor bemalol, bo'ladi, aka. Xo'p, mana bu yerda ko'ryapmiz. razmerlarimiz bo'lsa olib ketaveradilar. Mana bu parkoblari. O'zbekistondagi hamma mashinamizga parkob bor. Bor, bemalol. Qarang, masalan, oldingizga Sotuvda ham bor. aka. O'rnatib ham polni ustonovka ham qilib berasizlar. Ham qilib beramiz. To'g'rimi Ichida aka? shu hammasi o'sha ro'za Ramazon oyiga shuni bonus qilganmiz parkoblarini ichida o'rnatib, toklarni montaj qilib beramiz. Yana o'sha kimdir o'zini prinsipi bor, viloyatdan turib, masalan, shu parkob izlayotgan bo'lsalar, parkobga ham bemalol murojaat qilsalar, dastlabki to'g'rimi aka? Ha, dastlabki orqali chiqarib yuboraveramiz. Bular narxlari qanchalar aka? Примерно bir aytib o'tsangiz. Bularning narxi 900 ming so'mdan sotuvga. Sotuvga Endi 900 ming. pritsep bilan ichiga u pritsep. O'zi 900 ming so'm parkobimiz. Agar o'zi bo'lsa 900 ming so'm. Ha. Agar pritsep olamangiz, bu ichiga ichida bo'ladi. To'g'rimi aka? Ha, bonus ichiga qilamiz. Mana keyin yana pritsep ko'p ishlatib yurgan akalar yaxshi biladi. Mana bu KAMAZ sharoy. Buni ham mol tortadiganlar biladi. Mol yuklaydiganlar bemalol KAMAZ sharoy bilan ham qilib beraveramiz. Narxi o'zgarmaydi shu narsadan. Mana bu zamoklarimizga kelsak. Zamoklar, ha aka. Zamoklar mana rossiyskiy zamoklar. Bemalol bularga ham kerak bo'lsa, o'zlari pritseplar bo'lib zamokka murojaat qilsalar ham bo'laveradi. Zamoklar bo'yicha ham nimasi bo'ladi? Bemalol hamma ehtiyot qismi bor. Mana bu stoplar, LED stoplari hammasi joy. Bularni ham kerak bo'lsa, murojaat qilsalar bemalol ishlarni bitkazib beraveramiz. Gap yo'q. Aka bir sexdan bir ko'rsatib olsak bo'ladimi? Xudo xolasa. Jarayondan bir ko'rib. Aziz do'stlar, mana hozir sexga kiramiz, ha aka. Ha, Keling qani. Sexda mana polni ish jarayonlari ketyapti, svarkalanyapti.
Bu yerda polnosti sepilyapti ekan. Xo'p, hozir polni materiallar bilan ham sizlarga tanishtirib boramiz. Hozir kraska sepilyapti-da. Ha, kraska jarayonida bu hozir bular rishotkalari boyagi olib qo'yiladigan rishotkalari. Xo'p, aka bular svarkalari qanday qilinadi aka? Nima Kantashka materiallar? svarkada bo'ladi. Aha. Kantashka svarka eng mustahkam svarkamiz. Hozir svarka jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Tushunarli. Xo'p. Bu materiallari qanaqa deysiz aka? Mana bu nimalari? Bular profil bular. 2 ga 4lik, 2 ga 4 lik bo'ladi. 2 ga 2lik profillar. Bular rishotka holati. Ichkarida prinsip ramalarga ishlatiladiganlar katta shivli profillardan bo'ladi. Xo'p, mana ichkada polni ish jarayoni ketyapti ekan. Bu svarkalanyapti-da aka bu. Ha, mana shu ham zakazga taxlanyapti. Mana buroviy turbadan bemalol ko'rsatib o'tasiz. Как раз tagi buni. Ha, prinsip risollar baquvvat. So'zni mana bu ramalar shivlar mana ko'rsatib o'tasiz. Bemalol svarka joylarini ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Svarkalangan joylari, svarkalarga resorlari ko'rib turayotganingizdek, polni tagi mana shunaqa holatda bo'lar ekan. Bu qo'sh balonligi, to'g'rimi? Ha, shunday bu. Temur aka, bu 2 mosligi. Ha. Mana bir mosligi yasalish jarayonlari bular. Bunisi, ha? Ha, zakazga yasalayotgan prinsiplarimiz. Bular. Mana svarkalarni ko'rsatsangiz, tushunadigan obunachilar bemalol Kantashka svarka bilan simli jazlik svarka bu. Xuddi mana shu holatda yasalar ekan, aziz do'stlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana biza primo sexdan mana video qildik o'zi sizlarga. Aziz do'stlar, mana polni Timur aka bilan birgalikda to'liq obzor qildik. Albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Timur akaga murojaat qilaverasizlar. Xohlasangiz naqd ko'rinishda, xohlasangiz kredit orqali xarid qilishlaringiz mumkin. Timur aka, rahmat aka. Albatta obunachilar telefon qilishsa agar chiroyli narxlarda bonus qilib beramiz. Bemalol akamizga murojaat qilasizlar. Ishonchli odam, arzon joydan mana kelib bugun sizlarga to'liq obzor qildik. Baho berasizlar. Salomat bo'linglar.